Barchalarga salom do'stlar, sizlar bilan Uzmasda. Bugungi videoda biz uy mebel modlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu oddiy mebel mod emas. Juda ham zo'r uy mebel modlari. Bo'lmasa video boshlanishidan oldin videoga albatta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasam boshlaymiz. Birinchi bo'lib buni Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Silkasini afsuski kommentariyada qoldira olmayman, lekin mana ekranlarda chiqib turibdi. Birinchi bo'lib biz shu qurollar joyiga o'tganimizda bizga shunaqa 3 ta narsa beradi. Bular o'zim ham to'g'risi nima qilishini bilmayman. Qanaqadir pult, mana qanaqadir pult ekan, bular dash kerak emas. Eng glavnilari mana uy tarafga o'tsanglar, mana do'stlar shuncha uy modlar bor, juda ham zo'r va kam bo'lsa ham o'ta ham dekorativ va cho'tki hozirlarga ko'rsataman. Mana antina, razvedka, любой mashin, любой hamma narsalar bo'laveradi. Qutilar, rasmlar, kompyuter, stol, hamma narsa bor. Kam bo'lsa ham, lekin juda ham zo'r. Dekorativ va xullas gapirishga til ojizda mana. Birinchi bo'lib sizlarga tanishtirib o'taman. Bu antinami, yana bilmadim. Mana shunaqa bo'lsa kerak. Bu devorga o'rnatadigan shu knopkadan mana do'stlar devorga o'rnatsanglar bo'laveradi maza qilib. Bu bo'lsa shu biznesmenlarga kerak bo'ladi. Stol mana o'tirib bu narsa qilsanglar bo'ladi. Choy ichib mana do'stlar mazza modlardan biri. Mana shunaqa o'tirib video olsanglar bo'ladi. Salom do'stlar deb mana shunaqa. Bo'lmasam keyingilari bu kompyuter mana shulardan bo'ladi. Eng qizig'i bu kompyuterlarni ishlatsanglar ham bo'ladi. Ya'ni ochib yopib yopsanglar bo'ladi mana do'stlar. Xohlagan paytinglarda ochasiz, xohlagan paytinglarda yopasizlar. Bu juda ham maza. Maslahatim shu modda o'rnatib o'ynanglar. Men ham ko'p videolarda shundan foydalanaman. Uncha megabayt olmaydi, ya'ni xotirangizni to'ldirib yubormaydi. Katta ham emas, kichik ham emas, o'rtacha ham emas. Kichikroqda endi. Lekin juda ham kerak va zo'r mod. Hozir yana sizlarga tanishtirib o'taman. Birinchi bo'lib bularni yo'qotib olsam, bu modni eslatib o'taman. Telegram kanalimdan topasizlar. Telegramning silkasi xullas mana Telegram qidiruv joyiga shu so'zni yozsangiz albatta chiqadi. Kechga yaqin yoki videodan keyin tashlab qo'yaman. Bo'lmasam mana har biridan alohida random qilib olib chiqaman. Mana do'stlar juda ham zo'r. Mana kompyuter ham bor. Bemalol ishlasanglar bo'ladi. Hozir to'xtanglar do'stlar, stolni olaylik ana. Hop, qani. Uzoqlashib mayli. Uzoqlashib qoldi, lekin bo'laveradi. Mana maza qilib ko'rsanglar bo'laveradi. Televizor mana bu yerni ham ko'rsanglar ishlasanglar bo'lmaydi, lekin juda ham chiroyli. Bu manaqa nima? Bolalar o'ynaydigan shu nomini bilmayman. Va mana bunaqa razvedkami, xullas shunaqa ham bor mana. Stolni qo'yib shunaqa dekorativ narsa qilsanglar ham bo'laveradi. Juda ham zo'r va o'ta zo'r narsa-da mana do'stlar, shuncha narsa qo'ydik. Bu albatta qishloq yoki shahar modlari bilan o'ynaganda karta yoki vijvaniyada ham juda ham kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga cho'tki bitta dekorativ ko'rsatmoqchiman. U yoqadimi yo'qmi bilmadim, lekin menimcha yoqib qolsa kerak. Bola mana shunaqa narsa topib oldim, nimaligini bilmayman, lekin ochib yopsa bo'lar ekan. To'g'risi hozir men buni nimaligini, lekin menimcha yaxshi narsaga o'xshayapti. Kompyuterda olib cho'tki ko'rinar ekan. Mana do'stlar, qutilar ham bor. Mana shunaqa dekorativ mashina, masalan, ko'chib ketyapman desalar, mana shu qutilardan foydalansalar bo'ladi, o'ta ham go'zal. Mana do'stlar, video tugadi. Agar video yoqgan bo'lsa, videoga albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanalimizdan modni topsangiz ham bo'ladi. Hammaga xayr, sog' bo'ling, ko'rishguncha.